Assalomu alaykum. Bugun biz binary research ikkili qidiruv algoritmini yechamiz. Bu algoritm juda muhim, chunki oddiy qidiruvda ming marta tezroq ishlaydi va bu yerda tayyor ishlab qo'yilgan o'zi. Bizga berilgan masalada o'zi asli nima deyilgandi? Tartiblangan vektor bilan, ya'ni sonlar kichikdan kattaga joylashgan. Biz o'sha vektorda bitta sonni qidiramiz va uning indeksini topishimiz kerak. Topilmasa minus qaytaramiz. Muhim shart ascii binary research ishlatish taqiqlangan algoritmni o'zimiz yozishimiz kerak bo'ladi. Bunda nima qilamiz? Asosiy savol, bu algoritm qanday ishlaydi degan savolga javob beradigan bo'lsa, oddiy misol qilib tasavvur qiladigan bo'lsak, qo'limizda lug'at bor va siz M harfidan yoki xohlasangiz F harfidan, xohlasangiz A harfidan, xohlagan harfingizdan so'z qidiryapsiz. Siz boshidan o'qimaysiz, o'rtasidan ochasiz. O'sha sahifada misol qilib oladigan bo'lsak, L harfi bor. Lekin harf bor. U M'dan keyin keladi. Shuning uchun faqat 10.5 qaraysiz. Shunday mantiq bilan har safar qidiruv 2 barobarga kamayadi. Mana shu binary research bo'ladi. Bu qo'pol qilib aytganda dehqonchilik tushuntirish deyiladi. Endi bizga bu yerda kodni tayyor qilib ishlab o'tib ketilgan. Endi kodni bitta qadamma-qadam tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda biz nima qilyapmiz? Bu yerda iCloud iOStream bu bizga ekranga chiqarish va kiritish imkonini beradigan Sing va Cout ishlatish uchun kutubxona bu. Bu yerda include vektor esa bu qatordan vektordan foydalanish uchun vektorni ishlatamiz. Shuning uchun bu kutubxonani ham bizga kerak bo'ladi. Endi username std nima deyiladigan bo'lsa, bu qator har safar std va ikkita nuqtadan to'rt yozmasligi uchun masalan std bu yerga yozib o'tib ketaman. Misol tariqasida hop std Cout qilib har bitta vazifa bajarilgandan keyin buni yozib o'tirmaymiz dedi. Shuni boshiga yozib ketish uchun bu narsa kerak bo'ladi bizga. Hop, endi in binary research va bu qatorga o'tadigan bo'lsa, bu yerda funksiyani e'lon qilamiz va const vector int ref r bu vektorni o'zgartirmaymiz, faqat o'qiymiz. Shuning uchun const deb yozdik va ampersand vektorni ko'chirib olmaydi, to'g'ridan to'g'ri o'zi bilan ishlaydi. Bu tezroq target qidirayotgan sonimizni berib o'tadi. Endi int left null bu qidiruv boshlangan yerdan vektorning birinchisi indeksi 0. Bu yerda esa right qidiruv shu yerda tugaydi. Array size esa vektorning uzunligini beradi va bir ayirib olamiz, chunki indeks 0 dan boshlanadi. Shuning uchun ham -1 yozib ketilgan. Endi while cycle yozilgan bo'lsa, while left right bo'ladigan bo'lsa, cycle shu shartdan bajarilgunga qadar ishlaydi. Ya'ni bajarilgungacha ishlaydi. Left yoki right ga teng yoki undan kichik bo'lsa, hali qidirish joyi bor. Left right dan katta bo'lib qolsa, hamma joyini tekshirlaydi, sonni topmaydi. Ya'ni chiqmagandan keyin to'xtaydi, topmagandan keyin. Hop, endi 10-qatorga keladigan bo'lsak, hop, o'rtacha indeksni hisoblaymiz. Bu yerda o'rtacha qiymatni hisoblash formulasi left plus qavsida right minus left bo'lingan 2 ga. Buni int media tenglab oldik va bunda o'rtacha indeksni hisoblaymiz. Nima uchun left plus right bo'lmasa 2 emas? Chunki agar left va right juda katta son bo'lsa, ularni qo'shganda int ning limiti oshib ketishi mumkin. Bu overflow deyiladi. Bu formulada bunday
ya'ni xavf deb aytsak bo'ladi, xavf yo'q deb aytib ketsa ham bo'ladi. Hop, endi if sikliga keladigan bo'lsa, write limit va bu teng target qatorida nima qilinyapti, ya'ni bu yerga return line ham kirib ketadi. O'rtacha elementga qaytamiz. Agar aynan biz qidirayotgan son bo'lmasa topildi, o'sha indeksni qaytarish va funksiya tugaydi. Ya'ni bunda nima qilinyapti? O'rtacha elementga qaraydigan bo'lsak, aynan biz qidirayotgan son bo'lsa topilib, shu yerda to'xtaydi. Agar topmasa yana qaytaradi va funksiya tugaydi. Hop, else if army target left mine plus 1. Hop, bu yerda nima qilyapmiz? Agar o'rtadagi element bizning sondan kichik bo'lsa, demak bizning son o'ng tomonda chap yarimning hojati yo'q. Ya'ni left o'rtadan bir o'ngga suramiz. Endi faqat 10dan qidiramiz, bo'ldi, shuni o'zi aytadi. Endi else right mid keladigan bo'lsak, agar o'rtadagi element bizning sondan katta bo'lsa, demak son chap tomonda right and o'rtadan biz chapga suramiz va shuning uchun minus qo'yamiz. And chap yarmida qidiramiz. Bu yerda return 1 chiqadi. Bu return 1 nima deydi? Sikl tugadi, lekin son topilmadi. Masala shartiga ko'ra -1 qaytaramiz. Endi int main keladigan bo'lsa, asosiy funksiya dastur shu yerdan boshlanadi va int main belgilab o'tib ketdik. Int main va bu yerda int foydalanuvchi endi kiritamiz. Bu vektordagi element son bo'ladi. Sonni bu vektor int arrayga o'tadigan bo'lsam, ya'ni bunga hop, bu yerda int elementni vektorini yaratamiz va elementni qatorga o'tadigan bo'lsak, for siklidagi foydalanuvchidan end sonni kiritib vektorga joylashtiramiz va bu yerda int target deb olyapmiz. Sin target galasini aytib o'tib ketaman. Bu yerda nima qilyapti? Qidirilayotgan sonni kiritib o'tib ketamiz. Cout binary error target esa binary search funksiyasini chaqiramiz. Error targetni beramiz. Qaytgan natijani esa indeks yoki minus ekranga ya'ni binary funksiyani chiqarib targetni beramiz. Qaytgan natijani indeks yoki -1 ekranga chiqaramiz va return 0. Bu dastur muvaffaqiyatli tugadi, lekin endi buni ishlatib ko'rsatib o'tib ketaman. Masalan, deb aytadigan bo'lsak, hozir boshqa ishlatib ko'ramiz. 1 2 3 4 5 beradigan bo'lsa, bu yerda -1 chiqarib beradi. Ya'ni kodimiz to'g'ri yozilgan va dasturimiz ishlayapti. Shu tartibda ekranga chiqarishlarni ko'rib chiqdik, qanday bo'lishini. Hop, endi bu yerda vaqt murakkabligi all-log n buni shuni anglatadiki, meno elementdan massivdan ham atiga 20 qadam kerak. Xotira O1, ya'ni qo'shimcha joy ishlatmaymiz. Faqat muhim sharti bor. Vektor tartiblangan bo'lishi shart. Tartiblanmagan bo'lsa, bu algoritm ishlamaydi. Va kuzatib o'tganingiz uchun rahmat aytib qolaman. Va oldingi darslarimizda aytib o'tganimdek, bu birinchi dars o'tishim va tayyorgarlik ko'rmasdan dars o'tganim uchun uzr so'rayman oldinda va keyingi darslarda bundan sifatli va bundan ko'p va bundan tushunarli qilib o'tib ketaman. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat.